दोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की असके मारे हम जैसे आलों की ओ दोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की. Если кто-нибудь скажет, что я не богат, я скажу тут бродячий свой суд берет. Пусть не хватит гроша или ведет, но улыбка и песня богатство моя. Аргане калима ги хамара глуху сабкоша, हम जिना के सोगा यार के यही मारा हो न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार दोरों की नकालों के दुनिया है दिल वालों के आज नहा के चारे हो ठोकी जिन्निया क्या न हो के अगर के झटकी भड़की पर ले प्यार जपे उना दे हमसे प्यार दोरों की नकालों के दुनिया है दिल वालों की. Cimata 1, 2, 3 boshladik. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqlarda va internet sahifalarida aynan Shovat City kanali orqali ko'rib turgan qadrdon insonlar sizlarni ko'rganimizda quvonchimiz cheksiz. Bugun 2025-yil aynan 2-may kuni baxtli oilalarni, baxtiyor kunlarini guvohi bo'lish maqsadlarida keldik. Bugun Xudoning nasib etsa, nima deymiz? Shovat 19 degan yerda doğru o'zimizga gaplatganda bugun eng bir baxtli oilada Shuhrat og'amiz oilasi va Gulomdon akamiz oilasi bugun Gulomdon akamizni 49 bahorni kutib olish munosabati bilan uyina bahora qilib keldik. Uzoqlashmoqlar bu hali hammasi emas, notarial jarayonlar bo'lib turibdi. Aytadi-ku, bozorlardan sovg'a qildim bolamga deb dedi. Endi lekin bugun onamga deb qilinganda, bugun Gulomdon aka hamma narsa siz uchun bo'ladi. Ketdik. Davrada katta gavhar kim bu o'zi xonzodalar chetga o'tsin. Gulomdon opamni kutib olamiz. Chiroyli kayfiyatlar ila. Bitta o'zi malikalar ham jim tursin. Galing. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Tabriklaymiz. Faqat u bilar, meni borimcha ko'rar. Qirolicham, 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 bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Meni faqat u bilar, meni borimcha ko'rar. Qirolicham, qirolicham, qirolicham. Gelamiz, tabriklaymiz. Ushq o'tmasin ayol. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi do'stlarim chekkaga o'zi. Menga o'tar kim qani, kimning so'zi yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Chalamisan? O'rningiz hech kim bosolmas. Geling. O'zim oriq bo'lgan bilan qalbimiz keng dedi-ku, kelavering. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam bo'lar. Meni faqat u bilar, meni borimcha ko'rar. Qirolicham, 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 bu meni onam bo'lar. Qirolicham, bu meni onam
Avvalambor assalomu alaykum. Afkalar, biylar, xalolar, ammalar, tashkilga kelgan hammalar, qarindosh, do'g'on, avo, qo'mishi, elot, Gulamjon opama gul berganlar, shuhratiga ko'ngil berganlar, hammangiz qadamingizda hasanat, chiroyli qarsaklar bo'lsin, tabriklar. Salomat bo'ling, tabriklaymiz. Ha. Bo'ldi. Shu yerda ketganman azamasin. Bo'ldi. Bo'ldimi? Gapirsak bo'ladimi? Shu qolgan eldan turmang jonim qizim. Ana bo'ldi qizim, biroq. Gulomjon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rsam bo'ladi, qarang. Yaxshi. Endi so'ramacha ko'rishmam bo'lmaydi. Rangingizni buzib tursiz, o'sha kelganlar deyin. Gulomjon aka tabriklayman. Sholat akam bilan chiroyli oilaning sohibi va sohibasiz. Shu oilaning qirolichasiz. Bu qirolicham bu mening onamdan qo'shni qo'shimizga sabab borda. Siz bu oilada haqiqiy qirolichasiz. Siz qirolicha bo'lganingiz uchun Shuhrat akam bu oilada qirol bo'lib o'tdi. Agar ayol dunyoda baxtli ayol bo'lishni istasa, u erini qirol qilgan ayol qirolicha bo'ladi dedilar. Bu bejizga aytilmagan. Bugun Gulomjon akasining o'zi nomidan, oilam nomidan ijtimoiy tarmoqlarda, internet sahifalarida Shovat City kanalimizda ayni vaqtda 35500 dona obunachiimiz nomidan chin qalbdan samimiy tabriklayman. Alloh taolo yoshingizga yosh, umringizga umr qo'ysin. Inosh qasaglasiz uchun. Gulomjon aka bugungi ssenariyni yozishga ko'p vaqt kerak bo'ldi. Sababi agar bir kitob yozgandan ham bu kitobni ikki oy yozib qo'ygan bo'lar edi. Lekin biz bugungi ssenariyni Shuhrat akamiz boshligida, Yorqinoyning rahbarligida, Sanjarbeklar rahbarligida ulli rivoyat qilib yozdik. Sababi bular farzandlar sizga bergan mehringizdan ular xursandlar. Ularda bitta shior bor. Inshaalloh otamdan, onamdan haj qarzim bor shiori ostida bugun sizga tavallud kuningizga, chiroyli shadlan kuningizga, chiroyli tadbirlar uyushtirilgan. Bugun Oymalak sahna dizaynerlar bilan birga keldik. Shovat City kanalimizda ayni vaqtda hamma obunachilar nomiga keldik. Bugun hamma mehmonlar o'zlarining eng qimmat vaqtini aymasdan sizni quvonchingizga sherik bo'lish maqsadlarida. Hali bu 49 dadim, 19 dadim yoshni. Shu 19 o'xshaydi. 19 dadang. Hali 49 ga kirgan vaqtimizda yana kelamiz, xudo xolsa nasib qilsa. Tabriklarimiz ko'p. Hamma narsaga hozir mashinada kelatiradi, Shuhrat akam aytdi, mashindan padagan tushirmanglar dedi. Sababi dedi, choliqlaydi dedi. O'zi YouTube odam qo'yma dedi. Keyin men aytdim, oshing halol bo'lsa, ko'chada ye degan shior bor dedim. Endi qarang, sizga men bir gap aytaman-da. Doğrusunu aytasız, yalğan gap bo'lmaydi. Endi siz hozir Shuhrat akam nov berganini men bilmayman. Shuhrat akam sizga nov padaga bergan hesab bilasizmi? Mana pul gulammi narsa bergan. Yo'q, pul gul. Yo'q, demak, mana pul yo'q, iltimos. Qog'allar mashrab o'xshab turgan indamizmi iltimos sizlardan? Qarang, nov bergan hesab bilasizmi? Ma o'zini hayotini berib qo'ydi. Ya endi hayotini Alloh taolo bergan, Alloh taolo qo'shgansa, Shuhrat akam hech kim bu. Seni sevaman jonim deb vaj berganmen. Ay. Shuhrat aka, hech bo'lmasa 50 ga kirganlar namoyon qiling. Bir bering. Bunami? Ha, bering. Yaxshi. Shunga xudo xolasa shu niyatimda bir nima bor edi. Shu og'ayni tug'alar arasida shu niyat etib o'tirgandim. Shu xotinga shunday nelar prezent etib, chala etib. Shu ushab turibamra. Xizmatdami o'zi? Shunday bir narsa aloq beradi. Xotindan sonra shu Bunu bermang. Buni bersangiz osmaydi, sak qo'yadi joyini. Yo'q, bu sen deydi. Ama birinchi buni yo'qoting. Bo'lmasa 100 yo'qotib qo'yish mumkin. Sevgingiz ramzi. Gulomjon aka tabriklayman. Haqiqatan Shuhrat akam bilan men boshlarda bir-biringizdan mossizlar. Farzandlarning baxtini, kamolini ko'rish nasib etsin.
Yana bir bor uzoq umr, sog' salomatlik, bitmas, tugalmas baxt tilab qolamiz. Bugun sizni alohida farzand nomidan alohida muborakbod qilaman. Shu yerda siz bugun jon dildan tabriklat turgan farzand Arjumulloh nomidan avvalambor Shuhrat akam nomidan alohida samimiy tabriklayman. O'zingizni yosibdoshingiz, umr yo'ldoshingiz, bir umrlik baxtingiz nomidan. Farzandlaringiz Durdona qizingiz nomidan, Sanjarbek o'g'lingiz nomidan, Yarqina qizingiz nomidan, Ergashbek o'g'lingiz nomidan, Xolidaxon qizingiz nomidan, Shohsanam qizingiz nomidan va kelgan mehmonlar nomidan alohida samimiy tabriklaymiz. Alloh taolaga buyruq bersha haqqimiz yo'q. Alhamdulillah musulmonmiz. Alloh taolo bergan umrni quvonchda, rohatda o'tirish nasib qilsin. Dongni otgan yillarida, kunni botgan yillarda ovozingiz allatishdan va yoralashdan hech qachon xorimasin, charchamasin deymiz. Otajon, onajon ishi iltimos qolgan aldina dursilar. Menga ses kelmay turibdi. Bilmayman, o'zim nima deganimni bilmay turibman. Mendan iltimos qolgan, qolgan aldaga chiqarib, ana bo'ldimi, bo'ldi. Rahmat kat. Aybatmang, yaxshimi? Yomon ko'rkamanglar, qolgan aldaga ses kerak bo'ldi. Otajon, onajon, bu so'zimni senga bag'ishlayman, senga azizam. Yo'q, so'zim emas, balki o'zimni senga bag'ishlayman, senga volidam. Sen mening Allohning qudrati bilan yaratding ona. Hadiya etding meni yorug' dunyoga, yaratding qalbingdan bag'ishlading jon, qancha so'qmoqlardan o'tding avaylab. Shukr qilaman bu dunyoda onajonim boriga. Otajon, oshno etding meni hayotga elga, ko'zimning to'ldirding nurli ziyoga. Sen hadiya etding ota duoing bilan odamiy yo'lga. Ko'ysang yig'ladim, erkalasang kuldim, shu bagiz bag'ringda ulg'aydim ota. Shukr qilaman bu dunyoda otajonim boriga. Senga ikki qo'llab talpindim doyim, ba'zan bilanchakdan, ba'zan beshdan. Men senga intildim quyoshim oyim, ba'zan devor oshar, ba'zan eshikdan. Sen menga intilding, men esa senga, men senga intildim, sen esa menga. Shukrimni aytaman bu dunyoda otam, onam boriga. Boy bo'lish uchun pul shart emas. İnsonni eng katta boyligi ota-onasi bor inson dunyoda eng katta boy inson bo'ladi. Va farzandini baxtini ko'rgan ota-ona dunyoda eng baxtiyor inson bo'ladi. Farzandlaringiz boy, sizlar baxtiyorsizlar. Endi bizlarni shavoslik qoidalarga rioya qilgan holatda tabrigimizni davom qildiramiz. Tabrik navbatimizni hurmatli ehtirom bilan hozirman e'lon qilaman. Kim? Tursunboy og'a bormisiz? Tursunboyga bana gelasizmi? Keling Tursunboyga. Uni yollarda gelsin Olloyor og'a. Olloyor og'a bilan keling Tursunboyga, Olloyor og'a keling. Taklif etamiz, kelinglar. Qolganlar o'yin beramiz, keling. Assalomu alaykum. Tursunboyga chaqamizni sog'lig'ingiz yaxshimi? Namozlarni kayfiyatingiz yaxshimi? Tandat etib keling. Keling. Tursunboyga bir guring bering. Shu 100 yoshlar tursun shular. Marhamat. Ela Shuhrat Gülan'dan hava ikin koşkanıma koşakarı. Ela Gülan'da 50 yaşın mübarek olsun hava. Şu gör olanı yaşını versin. Şu bağlar yerinde koşakarı bağlar rahatını gör bir oyunla. Rahmat Tursunboyga salomat bo'ling. Dunyo durincha during deymiz. Alloh og'a. Ne deyimiz? Gelin tebrikimiz doğulgan günümden. Xudoyim 100 yaşlar. Kelip şundan tebriklep oturmak nasip etsin. Şöhret Jo'ra qo'sha qaringlar. Ukam. Qo'sha qaringlar, bola chaqani raqatini ko'ringlar. Hamma vaqt yaxshi kunlarda shunitib o'tirmak nasib etsin Xudoyim. Rahmat, salomat bo'ling. Rossiyada turib tabriklab turibdilar. Agar imkoni bo'lsa telefon orqali tabriklab turamiz. Rossiyada Davlatyor og'a, Murod og'a va Anvar ukangizmi, og'angizmi tabrikladilar. Aytdi, plastik nomerini bersin, tashaveraman dedi. Muattim shuni o'zi gaplatadi, tashivering dedim. Ne debman? Hey, молодец. Asa endi Nigora biyi, Gulchira opa, Muyassar biyi keling taklif etamiz sizlarni. Nigora biyi, Gulchira opa va Muyassar biyi qani bormilar? Keling. Nigora biyi qanisiz? Keling. Nigora biyim qani? Sizmi? Sizmi? Keling. Nigora biyim? Aha, Gulchira opa. Ha, Nigora bilan. Kelgan vaqtimiz. Nigora keldilar. Tabriklayman. Shu ukamlara baxt tilayman. Bular qo'sha qarsin, o'g'il qizini
rahatını görüp oturuş nasip etsin. Baxtlı bolsunlar, qoşa qarısınlar. Hem vaxt yaxşı günlərə, toylara gələverik. Yaxşı, mən şu 2 yaşda baxtlıyım, baxtlı bolsunlar. Aqtıq, çoğluq, yoğluqlu bolsunlar. Eng yaman günü işindi bolsun dostlar dövrəsində. Baxtlı bolsunlar. Rahmet. Assalamu aleyküm değerli katnakçılar. Gülemdan beri tebriklimiz. 100 yaşlar kirgeysen, şu aktıklarınla çoğuluk görüp yürüş nasip etsin. Şu şöhret üken bilen baktı, saadetli, faravallı hayat dilemen sizlere. 100 yaşlara kirinle hemmenize. Rahmet. Rahmat. İş opa gapirmas. Şurada gapiravering, o'zi online'dan yetadi. Doğru şurada olavering kameraga men. Rahmet siz bergenleriniz için. Bu şöhret üken bilen Gülamdam olsunuma uzak ömür, baxt, saadet dileyme. Özleri istegen çeklim yaş görsün. Fakat yaşlığı şu kalışta kalışını dileymen evvelen var. Bunlar en baxtlı men degen ailelerden baxtlı bolup, ferzentlerine rahatını görsün. Kudayım baxtlı bolup bir geyler. Hemşe baxt dileymen. Ailem namından am dileymen. Balam orada yurttu. Ükengem tebrikler koydu Şöhretcan, Olsuncan, Timurcan tebrikler koydu sizlerdi. Uzak ömür baxt, saadet dedi. Size baxtlı bolsunlar, söz bergenim için rahmet balam. Katta rahmat salomat bo'ling. Shuhrat aka, endi navbat sizga keldi. Men siz tug'ilgan kuningizga kelgan vaqtimdan aytganman. Erkakni qaddini ko'taradigan 4 kilo suyak emas. Erkakni g'urur ko'taradi. Erni yer qiladigan ham xotin, erni qora yer qiladigan ham xotin, erini to'q qiladigan ham xotin, erini yo'q qiladigan ham xotin, erini boy qiladigan ham xotin, erini gadoy qiladigan ham xotin, erini kuydiradigan ham xotin, erini suydirib yuzga oladigan ham xotin bo'ladi-da. Bugungi yuzlar muborak bo'lsin. Tillading qadrlisizlar, qadringizga ko'z yemasin. Yana bir gap bor. Xotinini urgan erkak emas, xotinini hurmat etgan erkak deb hisoblanadi. Bu hurmatingizga ko'z yemasin. Tabriklaymiz. Shodaga marhamat, farzandlar nomidan tabriklaymiz. Hammangiz nomingizdan. Yaxshi, rahmat. Shu og'ayni tug'illar xudo shu ishini xotim Gülamdan tebriklayman xudoyim. Xudoy talam yosh bolalarga teng qadrlamoq nasib etdi. Shu hammamizga ortiq cho'liqlari rohatini ko'rmak nasib etdi xudoyim. Shu hammangizga rahmat. Endi bu yerda davomlab o'yin kulgani. Qaraysan bu og'ayni tug'illar bir diyor mana shu o'pkalar qamasa shu yoqqa shunday bir o'tib bir ko'r, keyin o'yin kulgani bir bolalar yozilishsinlar. To'g'ri gap. Sanjarbek, sizni O'zbekistonda topish qiyindan hozir gaplar qarshi kerakda. O'zimiz keyingi tashuvchi ham gaplar qarshim kerakda. Marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yerlar uchun men rahmat. Ana tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Uzoq yash otam bilan denkaring. Bizning baxtimizga sog'irgaysizlar. Hammaning o'yinda yaxshi kun bo'lsin, eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Rahmat. Kim? Hozir aytaman. Durdona, Yorqinoy, Xolida, Ergashbek telefon qildi, tabrikladi. Hozir dedi, bir zamondan keyin boraman dedi. Nochit ekan. Keyin Shohsanam, "Bormilar, tabriklaysizlarmi, o'ynaysizlarmi?" Ay, yaxshi gap. Xolida bor. Kim? Durdona, Yorqinoy qandilar? Shohsanam qandilar? Keling. Apa sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bundan ham ko'p yoshlarga kirgaysiz. Dedem bilan denkarib o'tirgaysiz. Eng yomon kuningiz shunday bo'lsin. Yana bir marta tabriklaymiz. Ana zo'r durdingiz. Rahmat. Durdona, men. Apa siz tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun kunimizning bosh rejissyori, muallifi, bastakori, administratori, bizning sponsorimiz, prodyuserimiz Yorqinoy gapiradi. Yorqinoy, menga. Yorqinoy mana Rossiyada turib bugun kunni natmadi. Ertatib qo'yadi. Biza opa singillar, aka-ukalar bilan birgalikda akam bilan opam baxtli kunni ko'rish kerak deb. Kerak bo'lsa Yorqinoy bilan Sanjarbek menga telefon qilganda shu odam yodda odam yo'q edi. Shu odam keyin rejissyorchiga qo'shildilar. Ichi yonib ketdilar, keyin qo'shildilar. Bo'lsa biz undan qo'shmasak edik. Yorqinoy marhamat. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim shuningdek kunlarni ko'pini ko'ravergaysiz. Vaqtimizda sog' yurib, dedam bilan denkarg'aysiz. Tabriklayman. Biz
bilan tabriklayacak. Yaxshi. Keyin kim edi? Ne? Ava shaxsan ham qoldim men. Opa tabriklayman. Dedem bilan qo'shaqarim uzoq umr. Rahmat. Endi hozir Juma tomon gaplasin. Urmoqqa yatmay kelsa. Assalomu alaykum hurmatli davlat qatnashchilari. Mana bugun biz jiyanimizni Gulamdan bilan jiyan kiyimimiz Shuhratbekni yubileylarida o'tirgan ekanmiz. Bularga kattadan katta rahmat. Ilohi umid bular qo'sha qarsin. Yubileylar yubiley qilsa 100 yosh to'lasin. Xudoyim ortiqcho'liklar bo'lsin. Gala ortiqlar. Mana yog'imdan bo'lsin. Bo'ldi. Hozir o'rtoqlar bundan keyin hozir disketega bo'ladi. Disketega bo'ladi. Disketega bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lsin yog'imdan. Bo'ldi. Jam. Hurmatli o'rtoqlar, hozir Diska raqqosi filmidan bir kadr eshitasizlar. Yaqindagina men sanatoriyadan keldim. Gam olib. 81-yilda chiqqan filmdan kichkinagina kadr. Iltimos, aytga bermaslar. Agar xato qilgan bo'lsam, Dorokin kalo ki दुनिया है दिल वालों की असके मारे हम जैसे आलों की ओ दूर की नकालों की दुनिया है दिल वालों की. Если кто-нибудь скажет, что и не богат, я скажу, бродячий свой суть берет. Пусть не хватит гроша или ведет, но улыбка и песня богатство мое. Аргане калима гихамана гулку сабкоша, амдина के सोगा यार के यही मारा हो न सोना न चांदी गीखों से हमको प्यार दोनों की नकालों के दुनिया है दिल वालों के आज नहा के चारे हो ठोके जिन्निया करना हो के अगर झटकी भड़की पर ले प्यार जपे उना दे हम सब प्यार दोनों की नकालों के दुनिया है दिल वालों की. Rahmat. Zimmata salomat bo'ling Xudoyim shu. Agar Hindistonda xalq artisti unvoni bo'lganda siz unvon bersa yarashgan bo'lar edi. Hindistondan odam gapmi deb o'ylabmiz. Alisher og'a bor ekan. Kim? Gilomdab kamni ukasi Alisher og'a qani? Og'a, Alisher og'a keling. Har Alisher og'a men ham qo'shiq aytib beraman desadi yana. Odam diskoteka tuzib bersa? Aha. Alisher og'a assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Tabriklaymiz. Gulomdan 50 yoshga kirgan ekan. 100 yoshga kirgaysan, shu shuhrat bilan qo'sha qarib, ortiqcho'liklarning rohatini ko'rib yuravergaysan. Roza biyi Geling. O'zim kamera qilaman, kelavering. İşonchli qo'ldasiz. Keling Rozajon biyi. Assalomu alaykum mehmonlar. Gulandam singlim, Shohratjon. Mana shunday 19 yoshingizda men tabriklayman. Yana ko'p yoshlarni ko'rgaysizlar, 100 yoshlarga chiqib, shu qizlarni, aqtiqlarni, kuyovlarning rohatini ko'rib o'tishlarga nasib etgay. Kuzgacha bir mashina mingaysizlar. Neki niyatingiz bo'lsa, hammangiz niyatingizga yetkaysizlar shu turg'anlar. Hammangiz yaxshi kunlaringizda xizmat etish bu yigitlarga nasib etaversin. Rahmat. Nuriddin Xo'ja. Qani? Keling Xo'ja bor. Ha? Xo'ja bordan emas, do'nglaginingizda bosh rollarda yuradi-ku. Keling Nuriddin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harman. Bir kallani o'shtirib aytadi-ku, kallani nera urgan bilmay yuradim deb. Men kallama aka uravering. Assalomu alaykum qatnashchilar. Shuhrat Gulamdan men teng yashab, teng qarri, teng tortinglar. Tabriklayman ikking ham.
Biringi tug'ilgan kuning, ikkinchi tug'ilgan kuning. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu Yaxshi, rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat. Keyin Mehribon akadan keyin o'yin beramiz aqrang. Sababi qarab tutmondan gaplagan so'ng gitib yotibdilar bu yerdan. Hozir birga gitsa o'yin qo'shib qo'yganimiz foydasi yo'qdan. Mehribon akaga. Ha, Mehribon akaga siz bugun ketmasangiz kerak. Sababi siz kelganda o'ynab keldingiz axir. Marhamat. Yaxshi ko'raman axir bularni. Yaxshi to'lganingiz bilan tabriklayman Osanjon. Xudoyim 100 yosh bersin sizga. Shohratam bilan teng yashab, teng qarang. Ham shunday yaxshi kunlarni ko'pini ko'ra biring. Hamisha yuzingizdan kulgi, chehrangizdan tabassum arimasin. Qizlaringiz rohatini ko'rib, dumdam hamma yaxshi kunlarda yuring. Tabriklayman. Rahmat. Shohsabiy qani o'zi? Shohsabiy siz yana keling. Alo. Ketib qoldik. O'rtoqlar qaranglar-da. So'z baravaramiz, lekin biz ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan vaqtida bunchalik ko'p ko'rmaymiz. Sababi ijtimoiy tarmoqda YouTube'ga qo'ygan vaqtida vaqti chegaralangan. Shuning uchun hozir sizlar o'ynasangizlar, biz o'ynagan yerni qo'yamiz. Agar so'z ko'p bo'laversa, o'ynagan yerni YouTube'ga qo'ya olmaymiz. Shohsabiyman. Tabriklayman. 100 yoshlarga kelbiring, o'zingiz istagancha yosh bersin. Hajatda hoji mama bo'lish nasib etsin. Rahmat. Yo'q, endi men hammaga so'z beraman, aytib turibman. Ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan vaqtimizda o'ynagan yer kerakmidimi ya? Kerakmi? Esa qaranglar, qolgan insonlar gaplamadim demaysizlar. Agar gap so'zingiz bo'lsa, o'zini changiga otasizlar. To'g'ri tushunasizlar. Men xizmat izlaman. 12 gacha ishga ketibman. Sizlar bilan o'tirib turib, shu yerda xizmat etaman, nasib etsa Xudo qolsa. Lekin hozir so'z qisqartirmasa boshqa choramiz yo'qroq. Gulomdan tabriklayman. Uzoq umr tilayman. Alloh taolo bergan umrni quvonchda o'tiring. Hayotda g'am yaxshini ko'rmagingiz. Farzandni baxtini kamonni ko'rib o'tirish nasib etsin. O'zingizni tiliq sansiz bildiring, keyin oraqada to'g'ri o'yina barabaramiz deb aytaman. Rahmat. Tabriklovchanman, rahmat. Ha, yo'q, sizlar ligota bor, oqshom bilan gaplasangiz ham bo'ladi. Ya gaplang. Rahmat. Rahmat hamma tabrik uchun. Og'aylarga ham, o'salarimga ham. Maydondagi og'aylarim hammasine rahmat. Sog' bo'linglar. Katta rahmat, salomon bo'ling, chiroyli samimiy tilaklar uchun. Baring o'yinni getdik, paya qiling, hamma davramizda show o'yinlar taklif etamiz. Lazgidan bo'lsin, getdik, marhamat. Ahay! Ha, o'rtamon o'ynayotgan musiqa ustozimiz. Qani kelinglar. Ha, Jummatamni lekin tayyorlab sirab bugun tashkilay. O'zi tayyor bo'lib keldim ya. Ahay! Ha! Ahay! Sizlar hozir rasmat shunga taqalar, orqada. Yana masala rasm olamiz. Rasmat joylarni orqaga qarang. Halida, haraka o'tmasa ona mazmunida turadi. Haraka o'ting orqasini o'ting. Avval. Yon dopa. Arkasini o'ting. Arkasini o'ting. Ishqim tushdi yurakka chiqarib olsa bo'lmas. Da'vatamdan yoshni qaytarib olsa bo'lmas. Gul ana göz gul, ana göz yanılar, ana göz yanılar. Müsaade kamislara, davetimden bana köyüm. Bugün vafalı yavrum, gönlüne koyma bonakke. Zulmasa halim tende, abim sığmaz yürekkeye. Üçüz almış sanırlar, gözüz vurdur süyekke. İşime nazı yoktur, acıratı varsa olmaz. Ana göz boy boy boy, ana göz boy boy. Ana göz boy boy boy, ana göz boy boy. Ana göz boy boy boy, ana göz boy boy. Ana göz yanı var hep, ana göz yanı var hep.
Ahey. Ahey. Ha. Mekan bulun. Ha, sabah adam tushing, sabah adam. Hey!
Bugün 2025-yil aynan 2-may günü bugün yuqorida aytganimizda bugün baxtlarni baxtli kunlar bo'lish maqsadlarida keldi. Shuhrat akamizga Gulomdan opamizga Alloh taolodan chiroyli umrlarni tilab qolamiz. Onamga deb yozilgan bugungi hamma sovg'alar, hamma sahna mezatlar faqatgina Gulomdan opa siz uchun bo'ldi. Tabrik bilan agar Gulomdan opamizda bo'lgan, Shuhrat akamizda bo'lgan kimnidir qalbimda tilaklar va istaklar bo'lsa, fikrlarini kommentariyalarda yozishlarini mumkin. Bu oila kommentariyalarni o'qiydi. Kommentariyalari albatta ruxsatlarni ko'rganingizdan keyin javoblarni yozib boradi. Bizda bitta shior bor, faqat yaxshilikka bir qadam shiori ostida oilangizda yaxshi kunlar borib o'tish nasib etsin. Sizlarga ko'rganimizdan quvonchimiz. Hamma raqsga marhamat do'stlar.